Bugun 10-kunimiz davoni. Hop, fizioterapiya, konservativ lecheniyalarni уже tugatdik. Xudo xolasa, bizga aytolingizmi, birinchi kelganingizda qanaqa edi? Hozir yaxshimi, yomonmi? Juda yomon ahvolda edi birinchi kelganimda. Bu qo'lga toshmalar toshib ketgan, qichishgan, bu o'ylab bo'lmaydi. Qo'lni yopib bo'lmaydigan darajada edi. Hozir 10 kun emas, bir 5-kun уже natija berishni boshladi. Bu hozir bu 10 kunda terilarni tashlab, juda eski holatiga qaytdi. Qo'l terisi juda ham yorilish, qichishish, kuchli achishishlar bilan kelgandilar. Oyoqda ham xuddi shunaqa belgilar bor edi. Hozir mana bugun 10-kuni fizioterapiya, konservativ, ya'ni shu dori-darmonlar mayzla surib, buni уже 90% yaxshi holatga keltirganimizni ko'rishingiz mumkin. 10 kun ichida bu juda zo'r. Men yil boshidan beri har xil joylarga borib, har xil o'sha internetda reklamalar qilingan narsalarni ishlatib ko'rdim, foydasi yo'q. Har 2 oyda qaytalab tuzaladi, sraz toshadi, tuzaladi, yana toshadi. Hozir zo'r. Psoriazni asosiy qo'zg'atuvchi omillardan biri bu eng yomoni stress. Shuning uchun psoriazi bor bemorlarga ta'kidlab aytamanki, stress qilmanglar, chunki agar organizmda stress bo'lsa, kuchli stress bo'lsa, bu teriga, nafaqat teriga, ichki organlarga ham ta'siri bor, ayniqsa psoriaz kasalligida. Shuning uchun sizda ham agar teri kasalligi bo'lsa yoki psoriaz kasalligi bo'lsa, albatta bizning markazga murojaat qiling.